Bugun Toshkent shahridagi Asaxiy kitoblar do'konida biz obunachilar bilan, qolaversa kitobxonlar bilan ko'rishdik va savol-javoblardan keyin bizda kitoblarga avtografiya sessiya bo'ldi. Qarasam, bir juda ham tanish bo'lgan yigit fotograf bo'lib ushbu taqdimotda ishtirok etmoqda. Keyin yaqinroq yashlab qarasam kelib, mening yonimda o'sha mashhur youtuber Shohruz Yakudza. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Otabek, yaxshimisiz? O'zi aslida mana shunday taqdimotlarda volontyorlarni biz jalb qilamiz va aynan volontyorlar bizda ham fotograflikni qiladi, ham qolaversa har tomonlama bizga yordam berishadi va taqdimotlarning oxirida ularga minnatdorchilik bildirish maqsadida biz ularga kitob sovg'a qilamiz va bugun Shohruz aynan volontyorlik vazifasini a'lo darajada bajarganligi uchun ruxsatida bilan ularga ushbu kitobni men topshirsam. Marhamat Shohruzga. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Albatta o'qib ko'rib, keyin o'sha kitobdan olgan ma'lumotlarni auditoriyam bilan bo'lishaman, xudo xolasa. O'tgan safar siz bilan challengelar o'tkazganmiz, ya'ni Ingliz tilida. Ingliz tilida va o'zbek tilida xalq maqollari juda bir qiziqarli video bo'lgandi. Shuning uchun o'sha paytda ishtirokingiz uchun va bugungi volontyorligingiz uchun sizga katta rahmat. Rahmat kattakon. Mana shu kitob sizga. Rahmat. Hurmatli do'stlar, men Nyu-York qishlog'iga qarab yo'l olmoqdaman va xudo xolasa noyabr oyida O'zbekistonga kelib kitoblar taqdimotini o'tkazamiz va o'sha paytda Shohruz ham keladi, to'g'rimi? Albatta, xudo xolasa biz ham o'sha yerda bo'lamiz. Bu degani Mr. Otabek TV kanalida va noyabr oyida bo'lib o'tadigan Toshkent shahridagi kitoblarning taqdimotida ko'rishganda. Ko'rishguncha.